boshladi. To'g'ri. Shu turib olib keldim. Misol uchun bizlar vaqtincha qilinadigan dori-darmon natijasini biza borib analiz topshirib, ha qonim suyuq ekan deymiz. Bu vaqtinchaligini gohida o'zimiz tushunamiz yo tushunmaymiz. Endi buni ham ko'rsatyapti. Masalan, hozir bosimlari bor. Bosim beryapti. 150, 100 beryapti berdi o'zida. Keyin past yuraman deyaptilar o'zlari. O'sha vaqtida bosim ko'tarilganda shovqin bo'lib qoladi boshda. Uni ham ta'siri bor. Ya, u men 1 yil oldin boshlab insult bo'lib bana yarimtani uyushib qoldi. Baland bosimda bo'ladi. Shunda aytganimizda boshqa urug'im bo'ldi, boshqalar ham bo'ldi. Hozir ular yo'q bo'ldi. Bezovta qilmaydi uncha. Qonim nima qilishdan aslida kislota yarimta o'zim bezovta bo'lsam ichaman. Vaqtincha endi suyuq deb yuramiz. İçmeyman.